Men uchun ko'rinishi eng chiroyli xona gullaridan biri bu albatta Monstera. Mana shu Monstera Deliziosa sorti bizning iqlim uchun parvarishi eng oson, eng chidamligi hisoblanadi va bu gulni ko'paytirish ham juda oson. Shoxlarini kesib suvga solib qo'ysanglar, ma'lum vaqtdan keyin ildiz chiqazadi. Shu ildizda ozgincha kattaroq bo'lgandan keyin bemalol tuproqga eksanglar bo'ladi. Faqat bitta muhim joyini tushuntirib berishim kerak. Monstera shoxini suvga solib qo'ysanglar, birinchi bo'lib mana shunaqa qalin oq ildizlar paydo bo'ladi. Keyin shu oq ildizlarning ustidan mayda oq ildizchalar chiqishni boshlaydi. Shu mayda oq ildizchalar kattaroq bo'lgandan keyin biz bemalol buni tuproqga eksak bo'ladi. Agar hozir shu holatida ekib qo'yadigan bo'lsanglar, bu o'xshamasligi mumkin. Hozir men sizlarga yaqqol ko'rsataman. Mana bu Monsteraning ildiziga ahamiyat bersanglar, qalin oq ildizdan mayda oq ildizchalar chiqyapti. Shu mayda oq ildizchalar kattaroq bo'lgandan keyin biz Monsterani tuproqga eksak bo'ladi. Hozir men sizlarga tayyorini ko'rsataman. Mana bunisi bizda tayyor. Mana qalin oq ildizdan mayda oq ildizlar chiqqan. Shu mayda oq ildizda ozgincha kattaroq bo'lgandan keyin biz bemalol bularni tuproqga olsak bo'ladi.